Yaxshimi do'stlar, nurg'ilgan ajsanlarim kunda men uchur qoldirib qo'ysizlar. Qandoq o'g'ri qildingiz, nima yeb o'g'ri qildingiz? Burun siz bek simizkensiz-ku, qandoq qilib o'g'ri qildingiz? Men sizni to'nig'il 4-5 yil bo'ldi, izchil mushtaq turibsiz deb. Unda bo'lsa, sir etmay gapimni anglanglar. Mana bo'lsa, mana Uyg'ur sizlarga o'xshash shu o'zimizning an'anaviy tamoqlarni bek yaxshi ko'rma. Men bu ishga turayotgani 6 yildek bo'ldi. Izchil shu tamoqlarni bo'lmasam izlab tepib so'rab yeyapman. Uyda ba'zi qilib yeyman degandekchu. Endi bu bizning pul ulag'manlarimiz bek muhim. Lekin bu shin sayrimni mushta qanaq qilib bavuch chiqib keldinglar desanglar, mush tamoqdan keyin yeydigan o'zimizning cho'qim tigoday şey qilmasak bo'lmaydi. Mushi nag'ayt bek muhim. Men shu munosabat bilan 3-oyning 20-kuni boshlangan bir oylik odat xarakterlik o'rqish to'pi qurdim. Hech qanday haq elinmaydi. Birdan-bir o'rqiltma, ham birdan-bir o'rqitishlarga maslahat berma. Cho'qim o'rqilalaysizlar. Bir oylik tamoq risolasi bilan birga ta'minlagandan boshqa oziq-shunos darsimi bor. Top kirishning sharti bo'lsa, inkas rayoniga 6 raqamni yo'lib o'tgandan keyin ayrimxonamga 6 raqamni qoldirib qo'ysalar, men o'zimni unidarimni avatib berman, unidarimni qachalab top kirib olsanglar bo'ldi. Sizlarga menga hammamizga unidar qolaylik. Unidarni qachalab, men nima yeyapman, qanday qilsak o'riqlaydi deb mush o'quvchilarimga o'xshash o'riqlasanglar bo'ldi.